Yili baland, narx arzonroq qora Gentra so'roq uchun navbatdagi qora Gentra avtomobilimiz 2021-yilda ishlab chiqarilgan 3-paysa avtomat korobka, komplektatsiya Elegant Plus. Bosib o'tgan masofasi probegi 79,000 km. Mashina faqat benzinda yurgan, gaz umuman o'rnatilmagan, texnik holatlari ham yaxshi holatda, qilinadigan ishlar, rasxodlar umuman yo'q. 4 ta absolyutno yangi archa protektorli balonlar taqib qo'yilgan. Krugovoy tonirovkasi bor, ruxsati 10 oy bor hali. Salon qismiga keladigan bo'lsak, akkuratniy salon, yaxshi chexol, yaxshi polik taqilgan. Kojinli rul, ichida ham kojasi bor, o'zini zavodskoy. Podogrev sidinalari bilan Elegant Plus komplektatsiyada Magicar signalizatsiya o'rnatilgan va eng asosiysi Gentrada bo'lishi kerak bo'lgan narsa lyuki bor. Mashinaning aybiga keladigan bo'lsak, oldi kapot va oldi ikkita krilosi yangi qo'yilgan, o'zinikini shpaklovka qilmasdan yangi bosib olishgan ekan. Ichiga umuman o'tmagan, suylar but-butun turibdi, usilitillar alishmagan, buklanmagan, bo'yalmagan, o'zining tochkalari bilan turibdi. Lanjrollargacha but-butun. Bemalol xohlagan ustunlarga borib tekshirtirib olsanglar bo'ladi. O'zimiz tekshirib ko'rdik. But-butun atsek. Faqat yuzaki kapot, ikkita krilosi yangi qo'yilgan. ABS ham bor. Xullas, kraskasiga e'tibor bermasanglar, mashinaning holati zo'r. Narxi $10,900. Telefon raqamlarini video описаниесida va video kommentariyasida qoldiramiz. Qiziqqan aloqaga chiqinglar, kelinglar, ko'ringlar, baraka qilib olib ketinglar. Manzil Toshkent shahar.